Qarzlar ham ko'payib ketdi. Ishlarim ham yurishmayapti. Kamiga mashinani ham remont qilish kerak. Bolam ovqatlangan chiqasanmi? Hozir chiqaman ona. Qayerga ketyapsan bolam? Ishga ona, ishxonada choy ichib olaman. Bolam, chilla ham kirib qoldi, kulla ham isib qoldi. Shu uyga konditsioner olib bersang bo'lardimizda, kinini o'tirarmidik. Agar puling bo'lmasa mayli, keyinroq olib berarsan. Ertaga hal qilaman ona. Bugun momolar hammasini hal qilish kerak. Qayerga ketyapsan? Bek! Qayerga ketyapsan? Ishga ketayotgandim. Chiroqda chaqib qo'yaman. Shunaqa gapiradigan. Sani momoyini oson rasrochka hal qiladi. Nima edi oson rasrochka? Qarasam, mashinani urib olgansan. Oson rasrochka shu narsalarni hal qilib beradi. Zapchaslaringni olib beradi, usti haqqilaring bilan birga oson rasrochka boshlang'ich to'lovsiz qilsang to'lab beradi. Undan tashqari borish, mashinaning shtraflari bo'ladigan bo'lsa, mipli bo'ladigan bo'lsa, hammasini to'lab berishadi bo'lib to'lashga. Tonirovka ruxsatnomalarini bo'lib to'lashga qilib berishadi. Rasmiy joylaringni ham shartnoma 6 oydan 12 oygacha bo'lib to'lashga qilib berishadi. Shunda bularni ham boshlang'ich to'lovsizmi? Hammasi boshlang'ich to'lovsiz. Mana qara, ularni Instagram profiliga подписка tashasan, menga qanaqadir ham skidka qilib berishadimi? Ha, конечно, oson rasrochka подписка tashagan bo'lsang, skidka ham qilib berishadi. Tonirovka ruxsatnoma bilan Mechkar mashq konkursga qo'yishdi, 100 mingta bo'lgan munosabati bilan. Mana shu videoni tagiga kommentariy yozib qoldiradigan bo'lsanglar, Tonirovka bilan Mechkar tekinga sovg'a sifatida berib yuborishyapti. Oson rasrochka bilan hammasi oson.